Nima uchun ba'zi kishilarda yurak miokard infarktidan keyin o'lim kuzatiladi, ba'zilarda esa yo'q? Buni sababi yurakni qon bilan ta'minlashga bog'liq. Faraz qilaylik, yosh organizm, yosh yigit infarkt oladi, qaysidir tomirda tromboz bo'ladi va qaytarib bo'lmas holatlarga olib kelishi mumkin. Va shu bilan birga yoshi katta inson, qariyalarda butun umr shu tomirlari, ko'p tomirlarda 80-90% yopilish bor. Yurak moslashgan. Yurakda aylanma obvodnoy yo'llari bor, tomirlari. Va shuni hisobiga yurak moslashib, infarkt bo'lgan vaqti yengilroq nisbatan chiqib ketadi. Va genetik расположенность bor, ya'ni aylanma obvodnoy yo'llarini izlab topadi. Naslga, genetikaga bizlar ta'sir qila olmaymiz. Bizlardan talab qilinayotgani faqat sog'lom turmush tarzi. Salomat bo'ling.